Vokzal hududida bitta 4 xonalik uyimiz sotuvga chiqdi. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar va hurmatli bizning kuzatib boruvchilar. Vokzal hududi O'zgazolning orqasida, Gamameta qarama-qarshisida 4 xonalik holo bilan 5 xona hisobiga bo'lyapti. Kirish qismimiz prixoja mebel qilingan. Ko'rayotganingizdek, barcha mebel jihozlari qo'yilgan. 125 metr kvadrat, 8 qavatli novostrойkaning 8-qavatida joylashgan. Liftlari bor, ishlayapti. Bu yer bitta bolalarimiz uchun yotoqxona, birinchi yotoqxona, bu yer esa родительский yotoqxona. Barcha mebellari bor, qulayliklar bor, shkaflar va plus ichida sanuzol bilan dush qilingan. Bu yerda esa общий sanuzol joylashgan. Oshxona joylashgan. Oshxonamiz ham keng, kattagina mebel texnikalari bilan krashining fokini mebel qilingan. Полноценный to'rxona. Bu yerda esa yana bitta bolalarimiz uchun yotoqxona va mehmonxonamiz. Shinamgina mehmonxonamiz attachment qilingan. Samarqand shahar O'zgazolning orqasida, Gamameta qarama-qarshisida полноценный to'rxona, holi bilan 5 xona hisobiga bo'lyapti. 125 metr kvadrat. Narxi 99 ming $. So'rayapti. Kadastr hujjatlari bor, faqat naqd pulga. Ipoteka rastochkasi yo'q. Kimga agar mana shunaqa to'rxona plus holi bilan 5 xona olmoqchi bo'lsa, srочно bizga olib chiqinglar. Video yoqsa like bosib, podpiska bo'lish esdan chiqmasin. Iloyim hammamizga mana shu chiroyli uylar olib yashashni nasib etsin. E'tiborchi rahmat, xayr, salomat bo'linglar.